Hamma salom do'stlar. Do'stlar, sizlar bilamadinglar, dunyoda Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan akvarium balıqini bilmasangiz, videoni oxirigacha kuzatib turinglar. Masalan, buni ko'rsatib o'taman. Videoning oxirida esa qaysi manzilda joylashganini aytib o'taman. Buning uchun like, podpiska tashlashni unutmanglar. Qani bo'lmasa, ketdik. Doğrusuna sizlar do'stlar, mana birinchi kontentim xatolik bo'lsa uzr so'rayman. Ko'rib turganingizdek, 2015-yilda Guinness rekordlar kitobiga kirgan akvarium shu, balandligi 20 metrdan ziyod. Ichida balıqlar yurishini qaranglar. Sizlar ham shunday suzish xohlamadinglar? Kommentariyga yozib ketinglar. Akvarium Targov sentrining 3-etajida joylashgan. Girish bepul. Men beri do'stlarim, yaqinlarim bilan keldim. 6-etajda shunday konkret o'shadan joy ham bor ekan. 1 soat o'tashmasan 1000 rubl ekan. Rostix, King Burger hamma fast food taomlari ham bor ekan. Bu yerda esa yaqinlaringiz, qarindoshlaringiz, jo'ralaringiz, do'stingiz bilan rasm tushish afzal joy bor ekan. Bu yerda esa do'stingiz bilan, sevgan qizingiz bilan tushsangiz ham bo'ladi ekan bu yerda. Bizda kayfiyatlar duman ajoyib, ko'rib-turganingizdek, sizlar ham yaqinlaringiz bilan kelishingizni tavsiya etamiz. Bu yerda esa coffee break etdik. Qarasam yonimda asham bor ekan. Asham 3-4-etajda joylashgan ekan. Endi esa manzilga keladigan bo'lsak, manzil Seska metrodan chiqqanda Akvapark Targov sentrining ichida. Videoni yaqinlaringizga jo'natib qo'yinglar.